Kapalay spalniganli turdi. Bitta ko'ring, keyin mana ugaloyni ko'ring. Versace degandan. Hozir bitta hammasini tanishtirib o'tiraman. Assalomu alaykum, hurmatli Arziydim YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi obzorimizda hozir sizlarga mana shu Kapalay spalniganli turi shkafu, mana Versace keyin 2 tashkali, bittadan 4 xonali shkaf bor ekan. Bitta trimosi ham bor. Arzon narxlarda. Xudo xolasa hammasini bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Ana shu 2 tashkali ugaloy bilan tushuntirib beraylik aka. Narxlari bilan xudo xolasa chiroyli narx berasiz aka. Birinchi mashinadan boshlab, bir boshdan ketaveraman. Bunisini 400 ming so'mga beriladi. Akril, hamma yo'q akril ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana taglari ham bemalol. 140 mi, 140 bo'lsa kerak, adashmasam, ha? Bunisi yechilishlari ham zo'r ekan buni. Mana ularni ham chiqardi ekan. Bu o'zi cho'tki narsa bo'lgan ekan. Haligini o'tirdim aka, siz kutib. O'ngi chapini ishlatilaveradi. O'zi ham bagati narsa. Mana bitta ko'ring, sostenasini, ikkita tumbasi xoni yo'q lekin e'tibor qilib qo'yasizlar. Mana. Bunisi ham yumshaqqina ekan. Xo'p, buni narxi aka necha pul? Oxiri 1.900.000 so'mga. Obunachilarga Arziydim kanalidan ko'rib telefon qilyapmiz desalaring, xudo xolasa 11.900.000 so'mga berishadi. Xo'p, keyin endi shkafimiz bor. Bu shkaf adashmasam 2 ga bo'linadi, ajraladi, alohida bo'ladi mana. Ko'raverasizlar, tagida tortmalari ham bor. Buni narxi necha pul aka? Bu 1.500.000 so'm. Mana shu turishi. Arziydim ham kommentariyada yozib keting, mana shu zo'r narx-ku. Nima deysizlar kommentariyada. Endi spalnigan turimizga keldi, ochirib, tezda tushuntirib o'tirib ketyapman. Hali vaqtimizni siznikini ham, menikini ham cho'zmay, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa tez obzor qilamiz, xudo xolasa. Bu matras yangi qo'yib beriladi. Ha. 4 millionga beradi hammasini. Mashina hammasini 4 million so'mga beriladi. Endi bitta ko'ring, bunaqa avarni yonlari ham, mana ochilishlari, mana polkalarini bitta ko'ring, qanaqa, bu tarafi ham. Ish har qatta chiroyli narsa bo'lgan ekan. Qattiq aka, bilmaysizmi buni? Aka, qattiq ishi bu? Ama tana narsa ekan. Tumbalari ham avarni, divanni yonlari ham shunaqa avarni. Oyog'i zo'r olmaysiz, boshqa olmaysiz. Tremolari ham shunaqa. 4 million so'mga arziydim, kommentariyada yozib ketinglar. Pastda nomerlari bo'ladi, bemalol aloqa chiqarasizlar. Bularni o'zi Telegram kanaliga ko'p qo'yiladi. Telegram kanaliga shuning uchun o'tib beringlar deyman. Sotib olish deb qidirsalaring, sotish va sotib olish qidirsalaring Telegramdan chiqadi. Bu 4 xonali shkafimiz necha pul aka? 900 ming so'mga mana 4 xonali shkaf bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. 2 ga ajraydi bu ham, alohida bo'lib bemalol u xonadan bu xonaga kirish ham oson. Endi trimochi. Trimo sotilib ketibdi, kechirasizlar, men sotilgandan xabarim yo'qdi, aytaman dedim. Trimo sotilib ketibdi. Kommentariyada like bosib, do'stlarga tarqatib, obuna bo'lib qo'ying. Mana bunday ugalog olaman deyotganlarga ham tashab qo'ysiz bo'laveradi mana. Bitta ko'ring sostenasini.